Kıstan bir alaveremiz ise YouTube bo'ladi bo'lsa. Basadingmi? Hurmatli obunachilar, qaranglar. Bizlar ham sizlarga xudo xolasa zo'r narxlarda, arzon narxlarda Gentra mexanik mashinlarimiz bor. 2 dana 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi mashinamiz haqida ma'lumot berib o'taman. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanik mashinamiz. ABS'lari bor. Eldan ochamiz, dur şöyle. Xo'p. Hazina sizlarga bir qator hammarini ne narsasi bo'lsa ko'rsatamiz. ABS'i bormi, kraskasi bormi? Ena. Ne maşinni ko'raverasizlar, hurmatli obunachilarimiz. ABS'lari bor ekan, yine ABS'lari bor. Endi konditsioner 22-yil mashinada bo'ladi. Rullan gidravlikalari turibdi, akkumulyatorlar radnoy akkumulyator ekan, toza akkumulyatorlari. Kapot krellerinde hech narsasi yozdirilmagan, hamma radnoy turibdi. Ne kreller ham yozdirilmagan, ebeller ham Zolotskoy germetikinde turibdi. Metan gazla qo'yilgan ekan mashinamizga. Metan gazla koyup turibdi. Eldini xullas kapot, 2 krel, germetikleri, akkumulyatorları hamma narsasi radnoy o'ziniki ekan mashinamizni. Eldini farlari yana. Keyin mashinamizga qilingan rasxodlarni ko'radigan bo'lsak, qilingan rasxodlari yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. O'zim Trazanoni balonlari qo'yilgan ekan. Bu balonimiz narxına keladigan bo'lsak, balonning o'zining narxi 650 ming so'm. Endi men balon sotib ko'rmayapman. Primerni 650 ming so'm. Qiziq ko'rsangizlar, 650 ming so'mdan Trazano degan balon. Qimmat, yumshoq, zo'r balon qo'yilgan. Keyin metan gazlar qo'yilib turibdi ekan. Metan gazlar ham bor ekan mashinamizni. Kraskalarına keladigan bo'lsak, kapot, krel, aran krelning kraskasi yo'q yine. Hamma radnoy turibdi. Mashina hamma 100% radnoy mashinamiz. Kraska bu mashinning hech yerinde yo'q. Keyin salon qismına keladigan bo'lsak, mashinamizda mejigarlar ham qo'yilgan ekan. Mejigarlar ham bor ekan, yine salonlar ham akkuratli turibdi. Yurgan kilometrlarına keladigan bo'lsak, yurgan kilometrlari 12 ming kilometr yurib turibdi. Radnoy maytaforlari bor, sidine obogreflari bor, yine metani 3-pokoleniya metan gazlari bor ekan. Patologlar ham o'zi 10 ming yurgan top-toza narsa ekan. Xullas ham meri zo'r ekan. Mashina chexollar qo'yibdilar yana. Chexollar qo'yibdilar. Arka tarafına keladigan bo'lsak, arka tarafında mina metanlar yine şeffaf degandan dim yamanından qo'yilib turibdi. Dim yaman metanlar qo'yilib turibdi. Zapaskeler tushmagan ha? Kan. Yo'q, top-toza turibdi. Kitaplar ham yotibdi ekan içinde. Zapaske, balon kulish, dankrat, metan yine metanlar ham qo'yilib turibdi. Kraskasi absolutni radnoy. Hech yerinde kraskasi yo'q. Yılına gelsak ayttık 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Bu mashinamizni sizlarga chizon bilan kreditga chiqarib bersak bo'ladi. Xullas 7 million so'm bilan avtokreditga chiqarsak bo'ladi ekan mashinamizni. 7 million so'm bilan. 7 million so'm pullaringiz bo'lsa, yana Zaparam aytganning bemalol kelaverasizlar, 8 million so'mni Toshkentga olib kelasizlar. 15 million so'm pullaringiz bilan mashina adlaringizga o'tib 4 milyon 900'den 5 yıl töleysizler. Nechik? Bo'ladimi? 4 milyon 900'den. Zo'r baha. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, bunda kraska yo'q bu mashinamizda. Keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka mashinamiz. Sostaniyasi zo'r bu mashinamiz ham. Kraskalarni hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Nerenda nov kerak bo'lsa, bir qator kraskalarni ham ko'rib o'tamiz yana. Bu mashinamiz ham 20-yil ekan. Ko'rib maqtay vermanglar dedilar. Maqtamaymiz. Yine yaxshi bir dana klaponda uzilgan ekan mashinamizda. Metanlar ham pokoleniyasidan dim yomonidan qo'ydirganlar ekan bunga. Pokoleniyami? Bu izvini. Qaranglar. Bu Zavodskoy shuni aytibman-da, boshqacha-da pokoleniya metanni. Zavodskoy metan qo'yilgan bunga. Zavodning o'zidan metan qo'yilib berilgan. Zavodning o'zida qo'yilgan metan. Mashinamizda zavodning o'zida metan qo'yilib, akkumulyatorlari almashtirilgan, toza akkumulyator qo'yibdilar yana. ABS'lari bormi ekan? ABS'lari bor ekan ana. 2020-yil ABS'lari bor. Bu metan tanapanada buzilib yo veri getib yo beri getib yurmaydi bu. Zavodskoy metan dim garantiyli metan bo'ladi bu. Hammasi zo'r.
Xullas, bu maşinimizni kraskasına keladigan bo'lsak, maşinimizni kraskalari bor ekan bunda. Meyda chuyda kraskalari bor ekan, lekin ichine o'tmagan ekan. Nima deysan? Kapotda bor, ha? Shu bil tutmanda endi zavodskoy avellarni yozdiribdilar-da anaqa. Ashulalarni yozdiribdilar, lekin mashina sostaniyasi dum zo'r ekan. Ichine o'tmagan, ya, strashniy narsasi yo'q, qaranglar. Kraska bo'lgan bilan ham ichine o'tmagan. Zavodskoy germetik. Kapot rodnoy kapot, o'zini kapoti rodnoy. Kapot o'zini kapoti. Krellar ham zo'r ena. İçlari hammasi ham pistoletlar ham zo'r turibdi. Akkuratli turibdi, ena germetiklar ham Zavodskoy. Mashinada hech yerda udor yo'q. Holati zo'r. Chotki mashina ekan. Endi kapotning yuzunda bor ekan. Dazi içini germetiklar ham sinmagan ena. Yuzunda kraska bor ena. İçinde germetiklar sinmagan amma. Endi bizlar ham bilganimizcha sizlarga sal-pal bo'lsam tushuntirishga harakat qilamiz. Yana kapotining yuzunda kraskasi bor ekan. İçine yo'qmagan. Usitellari o'ziniki. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka, yana salon qismlari ham yana Zavodskoy metan o'zi shuda qo'yiladi ko'pincha. Shura qo'yib beradilar Zavodskoy metanni. Zavodskoy pokoleniya metanlar qo'yilib, chexollarning qimmatlaridan qo'yilgan. Qimmat chexollar qo'yilib turibdi. Yana poliklar ham top-toza ekan, ha? Toza polik tashabdilarmi, ha? Top-toza poliklar qo'yilib turibdi yana. Top-toza poliklari, arka kapotlari zo'r ekan yana, yozdirilmagan ham. Chotki turibdi yana. Bu ikki tarafından döşülgen bo'ladi Zavodskoyda. Biz metan qo'ygan vaqtida bir tarafından döşülgen bo'ladi, bunda yana ikki tarafından döşülgen bo'ladi. Zavodskoy metan qo'ygan vaqtida shunday bo'ladi. Endi bu mashinamizni bir tey qismlarini bir qator ko'rsak, teylarni men sizlarga ko'rsataman. Yana. Buna zapaska balon gülüş dankirat, arkaları hem bir zo'r, fartuklar ham o'ziniki. Kriller hemen benetesi özüniki, kapotlar ham o'ziniki, kraskasi yo'q. Bir şu kapotning yuzunda kraskasi bor ekan bu mashinning. Qolgan yerlari zo'r ekan. Bu mashinamizni nesini aytadigan bo'lsak, eldindan to'lovsiz qo'yib beramiz sizlarga. Eldindan to'lovsiz, faqat oformleniya pul ikkalasida bo'lgani. 8 milyon so'm oformleniya pul ikkalasida boshqa rasxod qilmaysizlar. Oylik to'lovi 4 milyon 300 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. 5 yil muddatga. Notariskaya xarajatini qilsangiz da bo'ldi. Unga bir taxminan 8 milyon so'm shezat ayaqchimiz 8 milyon so'm notariskayasi xizmatlarına ketadi. Shu pullarni kelsangiz da bo'ldi. Boshqa rasxod qilmaysizlar, xudo xolasa. Keyingi unda 18-yil o'zlarimiz ham Gentra mashinamiz bor. 18-yil moliy borurlar qo'yilgan. Bu mashinamiz ham holati zo'r, kraskalari toza, kraskalari yo'q. Ustalarida tekshirtirib olaverasizlar yana. Вот такая yana. Bu zo'r mashin. Motori 1 metr remont bo'lgan. Optol 1 gram optol yemaydi mashin. Holati zo'r ina buni. Arka eldan millarni ko'raverasizlar. Men o'zim ayda ko'rdim, lekin zo'r lekin. O'zim ham aytib bersam deb o'ylanib ham yuribman bu mashinani. Olsangizlar olinglar. Bo'lmasa o'zim ham aytib beraman buni. Zo'r mashin. 18-yil novusi zo'r desangizlar, bu mashinamizni puli zo'r. 105 milyon so'm. Kraska toza, 200 mingdan ko'pni 200 dan o'tgan probeki, lekin motorning o'zidan 1 million kilometr garantiya berilgan. O 200 ming kilometrda ham bular uchun hech narsa emas. Sostaniyasi zo'r. Bu mashinamizni bir 3-4 million so'mlar bilan chiqarib beramiz, xudo xolasa, 3-4 million so'mlar bilan. 3 yil chiqadi yana. Temboli ABS'lari bor, metanlari bor. ABS bana göre esasında. Yani hem rodnoy Zavodskoy chotki bo'lib turibdi. Konkretli mashin, chotki mashin. 3 milyon so'm bilan chiqarib beramiz. Plus notariskaya xarajatlarni qilaverasizlar. Esa keyingi videolarimizda xudo xolasa sizlar ham bundan ham yaxshi mashinalar reklama qilishga harakat qilamiz. Kelaverasizlar, mezbaraga haftada kutamiz. Tamam.